Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Ohangarondagi obyektimiz ham bitkash jarayonida, xudo xolasa. Bu firmamiz uzunligi 50 metr, eniga 20 metr. Konteyner profildan yasab berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Stokalarini shivilderdan 4 stenka bo'ladi, o'ta baquvvat qilib tashlab berganmiz. Xo'p do'stlar, bu firmamizga summasiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratini 210 mingdan yasab berganmiz. 210 mingga barcha temir mahsulotlari o'zimizdan bo'ladi. Uy egasi faqat tunkasini olib beradi, bonusiga qatirib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana do'stlar. Xo'p do'stlar, bizni xizmatlarimiz 12 ta viloyatga, bilasizlar. Kimga shunaqa firmalar, katta chorvalar bo'lsa, ekinday nomerlar aloqaga chiqsanglar, o'zimiz chiroyli qilib yasab beramiz. Mana do'stlar. 50 ga 20 firmamiz. Tez kunda tunkasini ham yopamiz, tunkasini yopish jarayonlarini ham ko'rsatib boramiz.